Farruh temir eshiklar brendi nechun Redors brendini o'zgartirildi? Eng muhim sabablardan biri shundaki, meni yondirgan narsa Farruh temir eshik nomi ostida juda ham ko'p qalbaki temir eshiklar ishlab chiqarildi, xonadonlarga borib o'rnadi. Bizlar buning hech qanaqa oldini olib bilmagandan keyin Redors nomi ostida Rossiya texnologiyasi bilan birga bir ishlab chiqariladigan konveyerni yo'lga qo'yganmiz. Hozirda esa Xorazmda yagona konveyer usulda yasaladigan temir eshiklarni Redors kompaniyasidan topishingiz mumkin. Redors kompaniyasini Xorazmda yagona deyilishining asosiy 3 ta sababi. Birinchidan, premium xizmat va sifat nazorati, ikkinchi metalokonstruksiyaning mukammalligi, uchinchidan bo'lsa, bizlarda modellarning takrorlanmasligi va ularning doimiy yangilanib turishida. Redors kompaniyasi shu yangiliklar bilan cheklanib qoladimi yoki yana yangiliklar bormi? Xudo xohlasa 2026-yilda juda ham katta strategiya qilganmiz. Bu strategiyaga esa bizlar kompaniyamizda yig'ilgan juda ham kuchli komanda bilan birgalikda kurashamiz. Bu narsa Redors kompaniyasining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida bemalol kuzatishingiz mumkin.